IELTS speakingda sizga ekzaminlar oddiygina qisqa savol berib qo'yadi, lekin siz oddiy savolga ham faqatgina bitta gap tuzib yoki bitta gapni ham tuza olmasdan, masalan, yes, no, good, very good, my pleasure deb tura olasiz. Agar shunaqa student bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu videoda men sizga qanday qilib o'z speaking answeringizni tabiiy ravishda 3 ta 4 ta gapga kengaytirishni o'rgataman. Assalomu alaykum, men ismim Javohir. IELTS darajam hozircha 7 va buni ko'tarish harakatida yuribman, inshaalloh bizga ham 8.5-9 olish nasib qilsin. Xo'p, unda videoda boshladik. Keling, avvalambor nimaga studentlar shunday xato qiladi, ya'ni o'z javoblarini kengaytira olmaydi, shuni ko'rib chiqsak. Avvalambor ular stressda bo'ladi. Albatta $200 to'lagandan keyin albatta stressda bo'lish kerak. Ikkinchisi hayajon bo'ladi. Nima qilaman, qila olamanmi degan narsa bo'ladi va uchinchisi hech qanday narsani o'rganmasdan kirgan studentlar bo'ladi. Ya'ni hech nimani bilmaydi, prosta qiziqishga kirib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, bu videoda men sizga, ya'ni strukturani o'rgataman. Strukturani o'rgansangiz, o'zingizga ishonchingiz oshadi. Meni strukturam nimadan iborat? Birinchisi, любой savol bo'lsin, birinchisiga answer berasiz, answeringizga reason berasiz va answer reasoningizga example berasiz. Xo'p, keling, biron bir savolni oladigan bo'lsak, masalan, random. Eng ko'p tushadigan savollardan biri, do you like your hometown? Bu savolga oddiy student qanday qilib javob bergan bo'lar edi? Yes, I do. It's good place. Yoki it's nice place. I like deb javob bergan bo'lar edi. Agar siz shunaqa student bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki hali bunaqa videolar ko'p bo'ladi, foydali. Hozir men mana do you like your hometown ga men o'rgatayotgan shu struktura orqali o'zim javob berishga harakat qilib ko'raman. Ya'ni answer beraman, reason beraman va example beraman. Xo'p, do you like your hometown? Yes, definitely. I really like my hometown because it's quite peaceful. There are several parks where I can enjoy with my friends. Aytib o'tganimdek, answer berdim, reason berdim va oxirida example bilan tugatib qo'ydim. Answerda ha dedim, reasonda tinch joy dedim va example'da parklar bor do'stlarim bilan vaqt sarflash uchun dedim. Ya'ni tinch joy degan narsani support qilganday bo'ldim. Xo'p, kelinglar endi yana bitta savol ko'rsak. Do you like cooking? Masalan, xuddi hometownga qilganimizdek, oddiy student masalan qanday javob bergan bo'lar edi? Yes, I do. I cook every day. It's interesting. degan bo'lardi. O'rtacha student yoki bundan ham dahshat gapirgan bo'lishi mumkin edi. Xo'p, endi meni strukturam. Ya'ni albatta bu menga tegishli struktura emas, lekin men o'rgatayotganligim uchun meni strukturamdek gapiryapman. E'tibor bermaysizlar. Bu strukturada yana answer bo'ladi, reason bo'ladi, example bo'ladi. Do you like cooking? Yes, definitely. I enjoy cooking after a busy day because it helps me relax and reduce stress. For example, I cook pasta and Uzbek dishes at the weekend. Xo'p, nima dedim? Birinchisida ya'ni yana answer berdim, ha dedim. Reason berdim, ya'ni nimaga ha deganligim uchun reason berdim. Men stressim yo'qoladi va charchoqlarim relax qilaman dedim. Endi example-ga nima qilishimligini aytib qo'ydim, ya'ni pasta bu o'zingizlar bilsanglar kerak va Uzbek dishes, ya'ni o'zbek ovqatlari. Xo'p, endi men sizga savol beraman. Aynan men aytayotgan struktura orqali javob berishingiz kerak. Ya'ni answer, reason, example. Xo'p, do you like watching movies? Xo'p, o'ylaymanki siz juda ham zo'r, idealni javob berdingiz yoki javob bera olmagan bo'lsangiz, menga afsus. Lekin albatta siz albatta harakat qilishdan to'xtamashingiz kerak. Albatta bu sizni birinchi urinishingiz mumkin, lekin siz albatta ko'plab urinishlardan so'ng o'z tajribangizni oshirib, albatta speakingingizni shu struktura orqali bemalol 7+ ga chiqarsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar siz to'xtang,
mock ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni IELTSga tanlayotgan bo'lsangiz, men o'zim Telegram kanalimda ora-kunda mock testlarni tashlab turish odatim bor. Kanalimga qo'shiluv uchun kommentariyaga Telegram kanalimi linkini tashlab qo'yaman. Siz bemalol linkni bosgan holda Telegram kanalimga o'tib turib, mock testlarni ishlab, o'zingizni balangizni bilib olsangiz bo'ladi. Hammaga ko'rishguncha bye.